Assalomu alaykum bolalar hammaga. Sizlar bilan Arash bugun har doimgidek. Bugun yana open case bo'ladi. Shu 17 vulkonni yo'qotish kerak. Boshladik. Ketdi. Chaqqa yedirib qo'yadi. To'xta plus. Ket. Aytdimmi? Dabba yediradi dabba. Yedirmasdan o'tirolmaydi. 5 6 bo'ldi. Crashga kirib, uni Genshin Impact qilamiz. Voy, bilet! 10x ketdi yonadi. Chunki Genshin Impactda hech kim tikmaydi. Ko'tarish shansi ham oshadi uncha. Nima tikamigan. Davay, biru kiryapti. Necha x bo'lgan olaman endi. 2x ham olma yediradi bu. Jalab bosh. Mana da bir turli kesdan olib ko'rishchi bir. Mana shu yuzlardan biri bor. Shulardan biri suvbek. Suv. Ay, good. Azaldan eshit ham 5. Ko'p 5 beradi. Ana buni qaranglar, tiksam bo'lardi, chalg'imay. Bile uni 150 tikib 319 oldi. Yaxshi, zo'r. Shundan keyin ikkitadan keyin yana 6-2ni tikib yuboraman, 10x bo'lgan olaman. Po'xoy. Xudo xolasa yana kechga payt open case bo'ladi, yana promogodlar olsam. Yana 600 vulkon yig'ib qo'ysam, ashi zo'r bo'lardi lekin. Lekin vallahi kechasi bilan uxlolmadim, shu 600 vulkonni yo'qotganimni o'ylab. Bitta erpini pul kelardi, 65 minglik narsa. Shundan keyin tikaman. 6.2. Ishonolmayapman-da, 600 vulkonni 4 minut ichida yo'qotib oldim. Mayli, peshida yozilgan ekan endi. Ko'ramiz, hali hammasi oldinda deydi-yu. Qarama, bilet. Dalish ketdi, bilet dalba. Shundan ketgan. Tikamigan. Davay. 12 olamiz bo'ldi. Dehvoray bir ishlasin bir. Chuma bir 2x ham olmaydi javob. Choqqa to'xtab qolamiz. Yaxshi. Ketaver. Dabba bilet. Suki. Bolalar video tugadi, garochi. Sog' bo'lasizlar. Kechqurun ko'rishamiz.